qilyapmiz, o'zimizni unutganmiz biz. Biz o'zimizni unutganmiz. Biz qachon ketamiz? Biz bunga tayyormizmi? Nimalar olib ketamiz? Lekin Alloh bilan qachon bo'lsa ham, qaysi soatda bo'lsa ham uchrashuvga tayyor bo'lgan atrofdagi insonlarni ko'rib ta'sirlanmayapmiz. Biz bilan madrasada bir o'qiydigan albaniyalik qiz bo'lardi. Doim madrasa ishlarida aktiv bo'lardi, birinchilardan bo'lib, madrasani nima xizmati bo'lsa, birinchilardan turib berardi. Doim uni aytadigan gapi bitta bo'lardi. Inshaalloh men Albaniyaga qaytsam, haqiqiy islomni Albaniyadagi odamlarga yetkazaman derdi. Lekin Alloh taoloning qadari bilan 4 ta farzandi bilan saraton kasaliga uchradi. 4 ta farzandi qoldi orqasidan. Lekin birovga shikoyat qilmasdi. Doim kulib turardi. Tanaffus paytida uzoqdek daraxtlar tagiga borib, kichkina Qur'onni olib o'qib o'tirganlari o'limidan keyin ko'z oldimga keladi. Kasali jiddiylashgandan keyin Madinaning katta kasalxonasiga yotqizildi-da, madrasadagi ustozalar borib har kuni navbatma-navbat turishardi. Madrasada o'qitgan ustozlar biz uchun biz musofirimiz. Bu shaharlarga ahlimizni tashab keldik. Ota-onamizni, opa-singlimiz. Lekin bizga Alloh taolo ulardan ham yaxshi insonlar berdi. Bizga ustozalar nafaqat dinimizni o'rgatardi. Bizga ona bo'lib, opa-singil bo'lib turib berishardi. Yengil kunimizda ham, og'ir kunimizda ham uyimizgacha kelib yonimizda turib berishardi. Xosatan bu qizni ismi G'anima edi. G'animani tolibalar ichida juda ham yaxshi ko'rishardi. Nimaga yaxshi ko'rishardi? Hammaga yaxshilikni birinchi xohlaydigan tolib edi. Birorta inson vafotidan keyin birortaga qattiq tekkani islom edi. Hamisha vatanidan hajga kelganlarni to'plab madrasadan muallimalar yoki da'vat markazidan muallimalar olib borardi. Telefon qilib, iltimos qilib, uylariga borib, mashinalarda kutib, iltimos, men davlatimdan hojilar keldi. Bular dinini yaxshi bilmaydi. Iltimos, sizlar gapiringlar, men tarjimon bo'lay. Men bularga dinni yetkazishim kerak. Qarang, hali o'zi toliba. Men endi o'rganyapman. O'zim shirkdan chiqib, endi tavhidni o'rganyapman demaganda, o'zini o'rgangan narsasini tezda yetkazishga harakat qilgan. Keyin kasalligi qattiqlashib, saraton butun badaniga o'tdi. Shu holatda ham madrasadan qanchadir qattiq yotib qolgan paytda madrasadan ketardi-da, yana sal o'ziga kelib qolib madrasaga qaytardi. Bir kun kelganda darsimizda muallima aytdi, bugun imtihon bo'lmaydi. Imtihon kuni edi, bugun imtihon bo'lmaydi. Men tayyor bo'lmadim, savol-javoblar hali tayyor emas deganda tolibalar aytishni boshladi. Nimaga ustozi? Biz tayyorlanib keldik. Biz bolalarimiz, u kasal bo'ladi. Xo'jayinimiz vaqti bo'lmaydi, boshqa bo'ladi. Nimaga bu ikkinchi safar imtihon qoldirilishi degandan keyin ustozi xafa bo'ldimi, indamasdan chiqib ketdi. Shunda G'anima orqaga qarab, sizlar kasalman deyapsizlarmi? Allohdan noshukr bandalar bo'lib qolishdan Allohdan panoh so'ranglar. Mana men bitta ko'kragimni kesgandan keyin har kuni kechasi bilan qon ketadi. Men sizlarga uni og'rig'ini vasf qilmoqchi emasman. Alhamdulillah, Robbimni bergan qadariga roziman. Meni bugun Jidda shahrida mav'idim bor, ya'ni doktorga borishim kerak. Bugun zarur boradigan ishim bor. Lekin madrasamni bitirib olay, imtihonlardan o'tib olay deb shu mustashfaga, bolnitsaga bormasdan men keldim. Lekin men ustozga qanday jur'at qilib aytaman? Qanday bizga haqni tanitayotgan ustozga qanday jur'at qilib nimaga imtihon qilmaysan deya olmayman. Biz bu narsadan hayo qilaylik deb turib chiqib ketgan. Shu G'animani madrasaga borgan oxirgi. Keyin G'animani kasalligi oshgandan keyin, ko'tarilib ketgandan keyin, qiyinlashib ketgandan keyin bolnitsaga har kuni ikkitadan muallima borardi. Qarang, bitta muallima o'zi yetadi. Bir kishi yonida qolishi kerak. Yo'q. Bir-biridan talashib
qarashardi. Yo'q, men bugun qolaman, men ertaga ham qolaman, men ketolmayman g'animani tashlab deyishardi. Madrasada yoshi kattami, yosh ustozalarmi navbat talashib kutishardi. Oxirgi marta juma kuni borganimni eslayman. Juma kuni madrasamizdagi 3 ta muallima bilan navbat almashtirgan borganimizda shomga azon aytadigan payt edi juma kuni. G'animani yotgan xonaga yetib borganimizda G'animani xonasidan nasilkada bir jussani olib chiqib ketishdi. Usti yopilgan edi. Muallimalarimizdan biri: "G'anima, bizni tashlab ketmagin. Biz senga loyiq bo'lmadik. Sen bizga ko'p narsani o'rgatarding" deb inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb qoldi. G'animani orqasidan 4 ta farzand qoldi. Lekin G'animani orqasidan odamlar shunchalik ehson, tabarruklar qilishdiki, shuncha pul to'plandiki, G'animani nomidan butun dunyoga islom markazlari ochildi. Nima uchun? G'anima oxir kasal bo'lib yotgan kunlarda saraton butun badaniga tarqalganida G'animani terilari yorilib chiqqan edi. Terilarining ichidan tomirlari ko'rinib turardi. Tomirlarini ushlab doktorlar ukol qilardi. Hatto qancha kasallarni ko'rib o'rgangan hamshiralar ham bu holatga sabr qilmasdan yig'lab chiqib ketishardi xonasidan. Lekin G'anima alhamdulillah Madinada mana. Alhamdulillah menga Allohim tavhid nasib qildi. Faqat alhamdulillah deb yotardi. Shu holatda ham doktorlar tomiriga ukol qilishlik uchun tomirini ushlab turib qiladigan holatda ham faqatgina alhamdulillah Madinada mana, alhamdulillah menga Madinada o'lishlik nasib qilyapti deb yotardi. O'zidan ketardi, o'ziga kelardi, lekin faqatgina Robbisiga hamd aytardi. G'anima oz yashadi. Lekin orqasidan biz musulmonlar uchun Allohning qadariga, qazosiga sabr qilishlikda katta ibrat qoldirdi. Uni ehsonlari subhanalloh, Afrikalarda quduqlar qazildi, madrasalar bo'ldi. Makka, Madinadagi Qur'on vaqflari ochildi. Subhanalloh. Kimki hayotlik paytida o'zi bilan Robbisini o'rtasini chiroyli qilgan bo'lsa, Robbisi uni orqasidan u uchun harakat qiladiganlarni chiqarib qo'yar ekan. Uni xizmatida bo'ladiganlarni chiqarib qo'yar ekan. Chunki u shu narsa uchun harakat qilmadi. Bu odamlar uchun, odamlarni tiliga tushishlik uchun yoki boshqa bir dunyoni matosini xohlab qilmadi. Faqatgina Robbim dinini yetkazaman dedi. Robbim dinini, tavhidini yetkazishlikni menga nasib qilgin dedi. Mana bir hafta avval Shvetsiyada yana bir muslima singlimizni olamdan ko'z yumganini eshitdik. U singlimizni yaxshi taniydigan, tavhid ahlidan bo'lgan birodarlari gaplari subhanalloh. Kufr davlatida yashashidan qat'iy nazar, Shvetsiyada yashashidan qat'iy nazar, hijoblari, ro'mollari, hatto perchatkalari, hatto niqoblarini yechmasdan diniga amal qilib yashagan ayol bo'lgan. Alloh taolo u kishiga kasallik bergandan keyin agar menga Robbim umr bersa, bir lahzasini ham Allohni zikr qilmasdan o'tkazmay, har bir umrimni lahzasini Robbimni toatida o'tkazay deb niyat qilar ekan. Subhanalloh. Lekin Alloh taolo ularni bizdan oldi. Chunki ular Robbisi qo'ygan ozgina muddatdan imtihondan salomat chiqishdi. Ular Robbisiga hayotli paytida nima yana sirlik ibodatlar qilgan ekan. Ularni bunchalik sobitligiga, kasalliklarda bunchalik chiroyli sabr qilib olishiga, ular la ilaha illalloh bilan jonini topshirishiga, qanaqa Alloh bilan o'rtalarida sirlari bor ekan. Faqatgina o'zlari bilan Allohni o'rtasiga qo'ygan nima amallari bor ekan.
shu toliba, G'anima degan tolibani vafotidan keyin 4 yil, 5 yildan keyin bir ustoza bilan ko'rishdim. Bu ustoza da'vat, Madinadagi da'vat markazini mudirasi, Rasmiya G'amidi ismlari. Bu inson, ya'ni hammaga ham ko'rishlik nasib qilmaydi. Ya'ni katta markazda direktor bo'lgani uchun shunda aytib bergan narsasi nihoyatda meni hayron qoldirdi. G'anima oddiy toliba, yangi Albaniyadan kelgan, yangi islomni o'rganishni boshlagan. Lekin shunda ham shu ustozni tanib, bu ustozgacha yetib bo'lgan bu qiz. Ya'ni aytadi, men qanaqa muhodarada bo'lamanmi, majlisda bo'lamanmi, yozardi. Ustoz, iltimos, 10 daqiqangizni bering. Meni shaharimdan kelgan hojilarga 10 daqiqangizni bering deb shunday yalinib yozardi deydi. Men bormasdan ilojim yo'q edi. Men borardim deydi. 10 minutga chaqirsa 3 soatlab qolib ketardim uyda deydi. Shunaqa xursand bo'lardi. Xuddi kapalikka o'xshab uchib yurardi. Nima uchun? Hojilarga tavhid ilmidan ozgina bo'lsa ham yetkazgani uchun kapalikka o'xshab uchib yurardi deydi. G'anima kasal bo'lgandan keyin oxirgi kun, u ham borgan kun juma kun bo'lgan ekan. Oxirgi bordim deydi, doktorlar holat og'irlashganini ko'rib hammani chiqarishni boshladi deydi. Chiqib ketayotganda uni G'animani xo'jayini devorga suyanib turganini ko'rdimda, as-sabru inda sadmatil ula deb chiqib ketdim deydi. Sabrni qilishlik birinchi zarba kelgan paytda bo'ladi deb eslatib chiqib ketdim dedi. Men Banisadan chiqib, Banisadan tushli zinasiga yetganimda telefonimga SMS yozdi xo'jayini deydi, G'animani xo'jayini. Ubashiruki ustadi. Ustozam, sizga bashorat beraman. Sizni tolibingiz Allohning imtihonidan sizni tolibingiz Allohning imtihonidan go'zal holatda o'tdi degan SMS keldi deydi. Shu zinada o'tirdim, qancha o'tirdim men bilmayman deydi. Qanaqa inson oramizdan ketdi. Mana men qancha joylarga boraman, qancha shaharlarga boraman, qancha insonlarni islomga chaqiraman, lekin G'animani yarmicha ham bo'la olmadim deb yig'lardim. G'anima ozginaga keldi, tili boshqa edi, arab tilida qiynalib gapirardi, lekin bizga ibrat bo'ladigan narsalar tashlab ketdi. Nima uchun? Chunki ularda albatta sirli amali bo'lgan. Ularda albatta Alloh bilan o'zlarini o'rtasida boshqaga bildirmagan sirli amallari bo'lgan. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله